zo'r lokatsiyadan zo'r hovli ko'rsataman. Bugun sizlarga qaranglar, joylashgan joylashuvi. Sergeli kadastr ko'ryapsiz, mana 50 metr kirib kelasizlar. Maxsus transport ko'chasi ko'pchilik yaxshi biladi. Shu yerda 1,5 sotuvga tushgan zo'r hovlini ko'rsataman, ko'rib turinglar. 52 ming dollarga shaharning o'rtasidan sizlarga 3 xonali bitta hovli ko'rsataman. Ko'rib turinglar, qiziq bo'ladi. Hovlilarni ko'ryapsizlar, mashina bemalol kiradi. Sig'adan ikkita kladovkasi ham bor ekan. Ko'chalarni ko'ryapsiz. Ichkariga ham bitta mashina bemalol sig'adi. 3 ta xonasi bor. 1,5 sotuv 3 ta xonasi bor. Narxi 52 ming. Joylashgan joylashuvi Yujniy vokzal, Sergeli kadastrdan 50 metr o'tgandan keyin joylashgan. Hovlini qarang. Bemalol hovliga mashinangizni olib kirsangiz bo'ladi, tapchan qo'ysangiz bo'ladi. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Uyimizda yana bitta bonus tarafni sizlarga ko'rsataman. Peshkom bo'lsangiz, shunda mana 20 metrdan keyin ko'chaga chiqsangiz ham bo'ladi. Etmetiga qarab chiroyli qo'ysangiz bo'ladi. Ko'chaning yuziga ham yaqin joyda joylashgan. Hozir xonalarning ichini ko'rsataman. Kirganimizda mana to'g'rida sanuzilgan. Remontlari tayyor, kelasiz, yashaysiz. Arendaga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. 10 pulda zam. Mana shu joylarni 52 mingga olib turib, studentlarni bemalol 400-500 dollarga qo'ysangiz, jon deb olishadi. Institutlarga juda ham yaqin joyda joylashgan. Aytayotganimda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Remontlari tayyor holatda chiroyli qo'yishdi. Ortiqcha ishi ham yo'q-da, ko'ryapsizlar. Shundoq kelasizlar, pulni to'laysizlar, dokumentlar muammo yo'q deyishdi. Shundoq uyga olasizlar. 1,5 sotuv 52 ming dollar. Kelinglar, tepasida yana ozgina gaplashamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Yaxshi uylar hali oldinda. Sog' bo'ling.